Toshkent shahridan qurib bitqizilayotgan Mirzo Ulug'bek tumaniga tushayotgan yangi qurib bitqizilayotgan domlarimizga bitta qarab baho berib qo'ying jigarlar. 1 kvadratiga 7 million 400 ming so'mdan to'lab turib, aynan shu domlarimizdan egasi bo'lishingiz mumkin. Kommunikatsiya, kadastrlardan hech qanaqa muammogarchilik bo'lmaydi. Hamma bilgan Bino Group kompaniyasi tomonidan qurib bitqizilayotgan aynan shu domlarimizda xudo xolos zikr bo'lishi mumkin jigarlar. Etajiga qarab to'g'ri, narx-navo ozgincha o'zgarishi mumkin. 1 kvadratiga hozirgi paytda 7 million 400 ming so'mdan so'ralyapti. Agar mabodoga bez remont holatda bo'lsa, agar menga remontli holat kerak, tayyor bitgan uy kaltini olib kirib yashamoqchiman deydigan bo'lsangiz, jigarlar, undan ham muammogarchilik yo'q. 8 million 400 ming so'mdan, ya'ni ustiga 1 million pul qo'shiladi, lekin 8 million 400 ming so'mdan to'lab turib, jigarlar naqdga sotib olsangiz bo'ladi. Mabodoga bo'lib to'lashga olmoqchiman, menga bo'lib to'lash ma'qul deysiz, 50% boshlang'ich to'lovini qilib turib, uyimizni va qolganini jigarlar sizlarga lekin 7 million 900 bilan 8 million 900 o'rtasida, ya'ni ustiga 500 ming so'm pul qo'shiladi. Lekin 15 oyga bo'lib to'lashga xarid qilsangiz ham bo'ladi jigarlar. Bolalar maydonchasi, yashil landshaftlar, jigarlar, hech qanaqa muammogarchilik bo'lmaydi. Kam qo'shni, yopiq zonada, ya'ni misol nima bo'ladi, begonalar kirib chiqmaydigan formatdagi dom menga kerak deydigan bo'lsangiz, bu aynan sizni fokusingizdagi uyni men aniq ayta olaman jigarlar. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani iqtidor MFAda joylashayotgan shu domlarimizga tez-tez ulgurib shoshilib qoling.